Assalomu alaykum. Mana olmani egish 4 ta lider bor edi. Pastga 45 gradusga ekkanmiz. Shoxlari to'g'ri turibdi mana. Mana bunaqa bo'lib qolmashi kerak. Qayrilib kamonga o'xshab to'g'ri egilish kerak. Tagiga ildizga ziyon yetkazmaslik uchun hech narsa qoqmaganman. Og'irroq toshlarga bo'ylab tortib qo'yaveramiz. Keyin mana bu bitta lider shox bularga qaraganda kaltaroq edi. Shuning uchun buni bog'laganim yo'q. Bu egilgan shoxlar sekinlashadi endi o'sishi. Bu o'sha tez o'sishda davom etadi tik turgani uchun. 2 haftadan keyin yonidagilarga yetib oladi, keyin pastga tortib baylab qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Beka Freud guruhida kuzatishda davom etinglar.